Assalamu alaykum savodoshlar. Bu o'tilgan darsimiz to'qib kirib pishirılgan o'zgacha yumshoq non. Bu nenimizga ketadigan materiallar bo'lsa, un. Mushu stakanda qirma kelgan 4 stakan un, 2 qoshiq so'may, bir tal tuxumning eqi bilan serig'ini ayirib, eqini xamirni yo'g'irish uchun ishlatamiz, serig'ini yuzini zinatlash uchun ishlatamiz. 2 cho'ng qoshiq qatiq, 1 kichik qoshiq tuz, 1 kichik qoshiq shakar, 1 cho'ng qoshiq xamir turush, 1 choy stakan suv, 1 suv stakan süt. Mush materiallar ketadi xonimlar. Oldin bilan biz quruq bo'lgan bir talangimizga 2 qoshiq so'mayni to'kib olamiz. To'kib olgandan keyin buni hamma yerga mushnasi qilib yetib boramiz. Ya'ni hamma yerga surkab mush talangimizni maylab olamiz. Keyin xamir yo'g'on vaqtimizda mush cho'rlik chapishgan maylan foydasi bor. Ondan keyin bir tal tuxumning eqini to'kdik. Tuxumning serig'i bilan undan boshqa barliq materiallarni to'kamiz. Suvni to'kdik, sutni to'kdik, qatiq, tuzimizni to'kdik, shakar bilan echitqini to'kdik. Endi bu hammasini mushu qo'l chalg'ishning yordamida chap shakarini, tuzni eritib olamiz. Mana xonimlar, qo'l chalg'ishning yordamida biz shakarni, tuzni, mush aralashmani yaxshi chap, mushunaq unsiman holatda ekib oldik. Endi biz buningga unimizdan 1 stakandan to'kib, bu unimizni aralashtirib xamir holatda ekib olamiz xonimlar. Uni hammasini to'kib o'tmaymiz, oz-ozdan to'kib turib, yumshoqqina xamir yo'g'iramiz. Rezing paloqning yordamida yo'g'irib olamiz. Mana qizlar, rezing paloqning yordamida biz hozir xamir holatga keltirib olgandan keyin mushu qo'limiz bilan buni yo'g'irib tayyor qildik. Endi buni yo'g'irish jarayonida 3,5 stakan un ketdi. Yana yarım stakan un eshib qoldi. Shunga unni oz-ozdan quyib qilsak, bo'ldi xonimlar. Shunda yumshoq bir xamir bo'ldi bu. Endi biz buni ustini yepib, maylab yepib bo'lgandan keyin buni bo'ldirish qo'yib qo'yamiz. Buni 1 soat, 1,5 soat atrofida bo'ldirish qo'yib qo'yamiz xonimlar. Mana xonimlar, 1 soatdan keyin bizning bu xamirimiz bo'lib, mushunda holat ketibdi. Endi biz bu xamirimizni o'ttirni 2 parcha qilib, 2 dona non pishirib olamiz. Mana biz 2 dona zugulga ayirib oldik. Endi biz buni non shakli kuygizamiz xonimlar.
hanımlar, biz bunu dasxanda rastlavagandan keyin ma lisk sağaçan bu köpüp, yani 5-10 minut turgandan keyin lisk silip, bunu yemze tatıştırıp, sel çoğlattık. Bunu şeklini muşu liski bir kegide kıldık. Hem de bunu qaytadan muşu çekişlerini urvattık. Köp içeriyende ma o gülleri yuğa kitipti. Bununla tuxumның seriqi, süt, ma o sumay aralashmasini aralashtirib olgandik. Buni tekshir sürkep chiqamiz.